Bu akımız 60 yaş Qashqar Yo'purg'idan mushu qandazlayqan börek sevlashgan akamizga mush ko'zidan chidaq chiqib o'limchilik ma'lum doktorxonaga ko'zini davolat qilib olsa, mush operatsiyadan burun tekshirib, mush yurakdagi tomir to'silib qolibdi deb bu davolash qilinmagan. Shundan bu akamiz bu yurakdagi tomirni davolatay desa, u doktorxonami hamda avarchilik yo'llab börek tezlaydigan bemor bo'lgan ekan. Yurakning tomirini tozalamaymiz deb yo'l hisob qo'yibdi. Boshqa doktorxonaga borgandan keyin yurakning tomirini davolamaymiz debdi. Menimcha bu o'limchilik cho'ng doktorxona bu yurakning tomirini davolamay qo'yadi emas. Menimcha bu qandazlik qilganimiz bo'lgan ekan. Menimcha avarchilik yaxshi edi. Shundan bu qizi men bilan aloqalashibdi. Kelgandan keyin bizga taqilib yurakning tomirini zo'yin qilib ochdik. Hamda bu akamizningki yurakninki 3 tomirininki 3 asosan to'silib qolibdi. Shuning orasidan boshda bir tomirni ichib gilchiga qo'ydik. Hozirgi ahvol yaxshi. Ko'rib baxsangni bo'ldi. Qolgan 2 tomirni bir oydan keyin ochamiz. Ham 3 tomirni biroqlam ichib desak, mayada xavf etish mumkin. Shunday qandazilgan bemorlarninki kasallik davolama haqiqatan murakkab ekan. Markamizningki badan safasi aral yaxshi ekan. Ba'zi agashib kasallik bo'lsa, yana davolab qilib bo'ldi. Masalan, so'raydiganlar 181 9988 734 mush nomerni undar qilib masalan so'rasanglar bo'ldi. Urumchiga kelib kasallik ko'rsatsangiz, menimcha eng yaxshisi oldin aloqa qilib kelinglar.